Assalomu alaykum aziz ertaksevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz O'zbek xalq ertaklaridan Sehrli so'z kitobidir. Ushbu to'plamdagi bolalar uchun mo'ljallangan ertaklarda odob axloq, zukkolik, rostgo'ylik, adolatparvarlik kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega ma'nolar aks etadi. To'plangan ertaklar bolalar dunyoqarashining kengayishi va ularning yetuk inson sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, sevimli farzandlarimiz bu kitobni o'qib, til o'rganish borasida ham bilimlarini oshiradilar degan umiddamiz. Aziz bolajonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.